Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Kamron Dilasa kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bitta oddiy match o'ynab ko'rsatamiz. Yana bir o'yin. Albatta do'stlar, yaqinda katta o'yin bo'ladi. Birinchi terdamiz. Mana do'stlar, ko'ribsizlar. Bizga transferlarda Gabriel, Bigford kelib turibdi do'stlar va boshqa futbolchilar. Bu bizni tarkib. Birinchi ter turganimiz uchun mana shu tarkibda chiqdik do'stlar. Sxemani o'zgartirib olsak mana do'stlar, tarkib futbolchilarni hali yana oxirida o'zini joyiga qaytaramiz. Hozirchalik bir o'yinga qo'yamiz mana shu yerga. Mendesh bu yoqqa qo'yib olib, xo'sh, Vinini o'rniga De Bruyne, keyin Vinini Gyökeres almashtirib oladik do'stlar. Albatta biz Komoga qarshi o'yinda o'ynaymiz. Shuni bitta ko'k agentamiz hali do'stlar. Sizlar nechinchilarga yozib ketasiz kommentariyada. Mana biz shunda kema bilan shartlar bajarganmiz, o'z yo'li qolmagan. Mana bitta bossak, menimchaki chiqadi katta futbolchi. Kim taxmin topsa, bitta akkaunt sovg'a qilishimiz mumkin. Birinchi terdamiz, mana aytgandek, ko'p kutmasdan o'yinni boshlaymiz. Pogba, Martinez, Pavard. Bu ajoyib. Chiqishlar ajoyib do'stlar. Ovozni ko'tarib olsangiz yaxshi bo'ladi. Ajoyib katta kadr. Katta kadr qilib o'ynashingizni maslahat beraman. 100 qilib o'ynasangiz hamma joyda ko'rasiz. Albatta maslahatim shu bo'ladi. Nastroylarni to'g'rilash. Nastroy videosini chiqaring deb so'rasangiz, kommentariyada Nastroy videosini chiqaring deb yozib ketasiz. Vinidan zarba aniq do'stlar, 6-daqiqa. Xo'sh. Bosim qilamiz, pressing. Do'stlar, beni seni oldida turgan ikkita yo'lni bosib tursangiz, ikkita futbolchi bosim qiladi. Bu sizlar uchun bir ma'lumot bo'lsin. Yana zarba Olisidan bo'lgan. Sal zarba noaniq Olisidan. Xo'sh. Bosim, pressing biz shunchaki hozirchaki beni bosib turibmiz, bo'ldi. Xo'p, zarba A bilan gol va ajoyib do'stlar. Albatta do'stlar, yaqinda Telegram kanalimga obuna bo'lasizlar. Telegram kanalim mana hozir chiqadi. Chiqdimi? Albatta obuna bo'ling. Bu sizning qo'llab-quvvatla turishingiz kerak. YouTube'ga ham obuna bo'ling, iltimos. Mana shu videoga ham like bosing. Sizlar obunachilar, sizlar bizga eng katta anosiz. Siz biz YouTuberlar hech kimmiz. Biz do'stlar turist bo'lib qoldik. Turistda bir 500 ta bo'lganimda Dilasiga nima bo'ladi? Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, konkurs qilishga qilamiz. Telegram kanalimda qancha obunachiga har bittasi bilan birga bir o'ynayib va oxirida meni yutib ketganga 100 ming so'm pul tayyorlab turaman. 100 ming so'm yo 200 ming so'm jamg'arma. Yoki undan ham baland bo'lishi mumkin. Do'stlar, menga admin kerak. Admin kim qilsa, videolarni yaxshi o'zim montaj qilmayman. Yanchalik adminlikni va videolarni zo'r montaj qilgan inson kerak. Kim adminlikni bilsa, meni hech kimga shuni yozsin. Shu menga admin kerak. Agar uddal olsa, unga ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Xo'sh, admin men bo'lay deb kommentariyada yozasiz va Telegram kanalimda o'zim topasiz-da. Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz, o'zim topib yozsangiz, admin men bo'lay deb murojaat qilamiz. Olisidan gol. Do'stlar, ajoyib. O'z gollar bo'lib ketibdi ekan do'stlar. Xo'sh, oldim Shovqin bachalar o'ynayapti. Bu yoqda musiqa qo'yilgan. Agar Shovqin eshitsa uzr ming bor. Xo'sh, albatta adminlikni bilsangiz, meni kommentariyaga o'tib men admin bo'laman sizga desangiz, albatta keyin o'zim sizga yozib adminlikni siz bilan birga videolar chiqaramiz, nasib Allohim xohlasa. Inshaalloh. Hozir mana shu videoni albatta ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta like bosing, obuna bosing, Telegram kanaliga obuna bo'ling. Sizdan faqat obuna bo'lish, like bosish bo'ldi. Meni mana shunday videolarni ko'ryapsiz-ku, kattaroq video chiqarish. Xo'sh, obuna bosganingizga rahmat. Kattakon rahmat. Xo'sh. Do'stlar, menga bir video yaqinda, buni oldingi videomni bitta ko'rsangiz, kattaroq videoni Iban deb yozibdi do'stlar. Zo'r, astag'firulloh, Iban deb yozibdi.
Astagfirulloh, hiban deb yozibdi. Astagfirulloh. Buni 3 marta aytishim maqsadi o'zi anavi so'zni aytishim kerak emas, lekin shu so'zni aytib qo'yganim uchun astagfirullohni 3 marta aytishingiz kerak edi. Do'stlar, bu yozibdi, u kim bo'lsa ham u bachani endi bilmadim. Meni chin muxlislar bo'lsalaringiz, u bachani menga atmet qo'yinglar. Xo'p, rahmat do'stlar. Mana Holmdan hujum. Xo'sh, zarba va yo'q do'stlar. O'zini vartasining ichiga kirib ketishiga oz qoldi. Xo'sh, De Bruyne, Vini, De Bruyne ajoyib paslar ketyapti do'stlar. Va Hollandga o'tmadi pas. Rudiger. Antonio Rudiger. Yamal tushishi mumkinmi? Yo'q, o'zgartiramiz. Yamal qo'yamizmi? Yo'q, Yamal bo'lmaydi do'stlar. Vivichani qo'yib turamiz, Messini qo'yamiz, Yamal o'rniga, hammasini o'rtaga tushirib, Yamalni Valverdeni o'rniga qo'yib, Ronaldoga hujum qo'yamiz do'stlar. Mana. Xo'sh, futbolchi tushiryapti. Valverde. Dilisida do'stlar Valverdedan shoti pas qilib qo'ygan, lekin haqiqatda Valverdedan yarim himoyachida eng kuchli zarba bergan yarim himoyachi kim? Bilsangiz kommentariyada yozib ketasiz, iltimos. Xo'sh, Komo ajoyib bosim qilmoqda. Bu hozirgi dilisida oddiy botlaringiz zo'r ikkitani bosim qilmoqda. Ronaldo to'p. Ronaldo. Xo'sh, yo'q do'stlar. Xo'sh. Messi zarba va Ronaldodan noaniq zarba. Yomon emas. Xo'sh, do'stlar, o Messi. S bilan ko'taramiz. Zarba Xvicha gol. Xvicha Kvaratskhelia. Menga do'stlar 2023-yilda Xvicha Kvaratskhelia juda yoqdi. O'yinlari juda zo'r bo'ldi. Albatta, nasa bo'ladi. Juda katta mehnat qildi. Albatta do'stlar, mana Xvichani olishingizni maslahat beraman. Zo'r o'yinchi, yelka, nasa bo'ladi. Hamma narsa bor, tezlik, dribling, hamma narsa bor. Zarba Ronaldo va juda xavfli zarba do'stlar. O'yin tugadi, 90-daqiqa 2 minut qo'shib bergan edi. Xo'sh, tugadi o'yin do'stlar. Albatta do'stlar, mana shu video sizga yoqqan bo'lsa, iltimos shu videoga like bosing. Iltimos shu videoga obuna bo'ling, like, kommentariyada aytganimdek adminlik kim qilmoqchi bo'lsa, admin men Telegram kanalimga qo'yib qo'yganman. Telegram kanalimga obuna bo'lasizlar. YouTube silkasi ham turibdi. Silkaga bossangiz Telegram kanalimga o'tib ketadi. Xo'sh, do'stlar, shunday hozircha bo'lar. Mana shunday gaplar. Iltimos shu videoga like bosing, iltimos. Tarkibimizni joyiga qaytarib olamiz do'stlar. Siz ham aytgandek, Olisini, Vinini beqib tushiramiz, De Bruyne o'rniga Gyökeresni qo'yamiz va joylari to'pa-to'g'ri bo'ldi do'stlar. Xo'sh, Mendes va James Rodriguez